Sanjarbek aka, men o'zim band qildim. Endi men kira qilsam bo'ladimi? Yo'q, bugungi kunda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'zini band qilib, yo'lovchi tashkiloti bilan shug'ullanish mumkinmi? Ya'ni ko'chan tilda aytganda kira qilish mumkinmi degan savollar bo'lyapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 200 sonli qarorida o'zini band qilgan shaxs sifatida soliq ro'yxatidan o'tgandan so'ng MyGov ilovasi orqali yoki davlat xizmatlari orqali litsenziya varaqasiga ega bo'lib, yo'lovchi tashkiloti bilan shug'ullanishlari kerak. Shu bilan birgalikda ushbu litsenziya varaqasiga ega bo'lgan 4 o'rinli transport vositalariga o'zining belgilangan talablari bor. Ya'ni 4 o'rinli transport vositalari litsenziya varaqasi olgandan so'ng yagona taksi belgilari bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Ular tom qismida sarg'i yoki boshqa rangdagi plafonlar, taksi yozuvi, transport vositasining oldi va orqa eshiklarida shaxmat nakleykalari, haydovchining 1 yilda bir marta mahalliy yoki o'ziga yaqin bo'lgan tibbiy punktlardan sog'lom, ya'ni 083 formadagi tibbiy varaqaga ega bo'lishi va ular faoliyatini faqatgina agregatorlar orqali qisqa raqamlar, onlayn taksilar yoki buyurtma asosida faoliyat olib borishlari kerak. Agarda ular litsenziya varaqasiga ega bo'ldi, yagona taksi belgilari jihozlangan, lekin yo'lovchi tashkiloti bilan yo'nalishlarda trafaritlar qo'ygan holda yoki raqamlar qo'ygan holda harakatlanadigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning tegishli moddalariga ko'ra javobgar bo'lishlari mumkin. Rahmat ma'lumot uchun Sanjarbek aka. Bu videoni o'zini band qilib, litsenziya oldim deb yurgan haydovchilarga yuborib qo'ying. Videoga like bosib, Namangan tezkor sahifasiga obuna bo'lishni unutmang.